sensor yetishmovchilik bo'lgan, bola atrofidagilar bilan o'ynamagan, yiqilib ko'rmagan, ushlab ko'rmagan, hissiyotlar uyg'onmagan bolada, bitta joyda o'tirib multik ko'ravergan. Bunga qo'shimcha ravishda miyaga ko'p informatsiya kelgan, o'sha 3 yoshga kelib bolada sensor yetishmovchiliklar, nutq kechikishi, atrofdagilar bilan muloqotda uzilib qolganligi, ismiga qaramaydi ba'zilar, ko'ziga qaramaydi. Eng katta muammo giperaktivnost kelib chiqyapti. Shuning uchun meradan bo'ladi, me'yorda qo'llagan, me'yorda bergan yaxshi. O'zi menga qolsa umuman bermagan ham yaxshi. Lekin majbur bo'lamiz. Masalan, men ham uzoq yo'lga yursam majbur mashinada qizimga beraman. Lekin men kompensatsiya qilaman. Masalan, men mashinada bugun mashinada kelyapti, yarim soat men berdimmi, yarim soat bola bilan alohida ishlayman, shug'ullanaman, qanaqadir gapirishga, atrofni ko'rishga majburlayman. Bir-birini kompensatsiya qilib yuraman. Bugun masalan bolam ko'proq telefon ko'ryotsam, ertasi kuni bolamga ko'proq vaqt ajrataman. Qanaqadir masalan hayvonlar oldiga olib borishim mumkin, batutlarga olib borishim mumkin, bir-birini kompensatsiya qilib to'ldirish kerak. Uyga kech payt ko'proq vaqt ajrataman, o'yinchog'ini birga o'ynaymiz, nimaligini tushuntiraman deb, o'sha kompensatsiya qilib borganim uchun bolamda uncha bilinmaydi hali. Shunaqa yo'lini ham qilsa bo'ladi.